Jonli Xudo xolasa qo'zilarimiz menga qo'zilarimiz soni o'ta ko'p kelgan. Mana ishida 60 ta qo'zi bor. Ag'larni ko'rsatib qo'yaman. Xudo xolasa hamma qo'yda turidan bor. Xudo xolasa aloqaga chiqaradi. Barcha abzorlarni hozir to'la-to'k sonida qilib beramiz. Mana hardillar ham bor. Aka, ash kameraga yaqinlashtiring. Ash o'rta qo'zimiz hozir Toshbuloqqa sotildi aka. Ashida 10 ta aka. Monopartiyasi bor aka. Katta dislam, kichkina dislam hamma variantidan xudo xolasa kelgan qo'zilar. Futbolga tashlaverasizlar bularni. Jonli joyda. Like bosamiz. Like'ni bosishni, obuna bo'lishni, podressa bo'lishni unutmanglar aka. Mana aka. Obunachilar bu qarshi bo'limda qo'zilar. Assalomu alaykum. Fayzulluz kanalining hurmatli obunachilar. Obunachilar sizlar kutgan daqiqalar keldi deyman obunachilar. Lekin qo'zini bor va men qaratimni kamerani birinchi marta lekin o'zimga kelib turibdi aka qo'zi. Har safar chiqaramiz haligi maqtaladi. Yo'q obunachilar. Bugun real ma'ni turinglar. Kommentariyaga otangga rahmat deb yozib turinglar. Bugun qo'zini nomeradini kelgan. Narxi 3 million 32 ga qo'yilib turgan narxlar yo'q bugun. Hammasini 3 millionni pastiga tushiraman. Pastiga tushirganda ham 200 ming, 300 ming arzon bo'ladi. Like'ni bosqanga yanada arzon qilib beraman. Obuna bo'lgach. Obuna bo'lganmi 700 mingni o'tib beraveraman men. 3 milliondan qo'yilyapti turgan qo'zi bugun real aka 200 ming, 300 mingdan bugun arzon bo'ladi aka. Bugun menga qarataman. Qo'zi aka 120 bosh kelgan aka. 120 bosh. Soat 3 ta jinob bo'lgan bo'lsa, qo'y hamma kelyapti aka. Mana videoni boshidan unab olib ketamiz aka. Qo'zini batafsil hammasini bitta ko'rsatib chiqamiz aka. Bugun xudo xolasa qo'zini zo'ridan nomeradingdan kelib qo'ydi aka. Endi bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'ida uyimiz aka. 4-aprel haftaning juma kuni. Xudo xolasa juma kuni kechqurun videolar ustida ish olib bormoqdamiz obunachilar. Birinchi partiyalarga endi barcha ma'lumotlarni to'la-to'k soatda sekin berib ketamiz obunachilar. Telefonda hakka ushlab olinglar. Bo'lsa birinchi partiyalarga soni 20 ta. Xudo xolasa inshaalloh bitta obunachi shuni oladi, maza qilib boqib yurgan. Tavsiya qilamiz bu qo'zilarni. O'ta qo'zi yetkiz qo'zilar. Mana. Qo'zini qarang aka. Siz bu qo'zini zo'rini ko'rsatmasdan, qo'zini maydasini ham ko'rsating. Ko'pchilik chiqaryapti. Bu qo'zini zo'ri emas aka. 300 dollar, 400 dollar quruqliqda. Men aka 20 ta mana shu birinchi partiya qo'yib beraman, lekin obunachilarga xohlasa zot yo'nalishiga, hamma yo'nalishiga boqishni o'rsa. O'zini kichkinasini ko'rsating deyapsiz. Aka mana kichkinasi aka. Belda bitta yo'g'onliq ko'rsatdim aka, meni qo'lim. Qo'y ochiq tanada turibdi lekin. Qo'y ochiq tanada. Dumba deysizmi? 20 tasini aka 120 ta qo'ydan terib qo'yilgan qo'y aka. Mana shu ham qo'ydi kichkinasi aka. Bu dumba razilisi ko'rsating aka. Oyoq qo'l hamma tarafini ko'rsatib qo'yaman aka. Qo'ydash qo'ydi qulog'i ham butun ekan. 20 tasi bo'lsa 120 ta qo'ydi ichida bitta ish qo'vozi lubitillari qo'ydi. Lubitiller deymiz. Aynaqalarga beramiz turib, terib qo'yilgan qo'y aka. Mana qo'y kattasini bir boshqatdan ushlaymiz aka. Mana qo'yasini qo'ydi. Mana qo'y ajraganda ko'rinadi. Xohlagan tarafiga xohlagan narx. Biz aka bilasiz, narxi bilan maqtanamiz aka. Narx zo'r bo'lsin yetadi aka. Qo'y qo'shonga yarasha pulni ko'taradi aka. Qo'y zo'r. Endi akalar bundan bag'a daladag'i chiqqan ham semiradi degan payt keldi. Chiqqan ham semirib yuribdi aka. Lekin men uni olib borib mana ikkovi ham qashqa aka. Qulog'i metkalancha bir xilda. Lekin ish qo'ziga beraveramiz bu qo'ylarni aka. Mana aka. Hozir sariq qo'zlarga deysizmi? Aka buni yosh o'yladigan bo'lsa, qo'zi aka 5 oy, 6 oy. 5 oylik bilan 6 oylikni orasida. Bo'ylani 70 mingga beraveramiz aka. Yedi işte sog'lik, salomatlik aka, bir haftalik garantiyasi bor aka. Ey, Bu aka. obunachilaringizga dangal narxi bilan maqtaning. U yeb ichiga qo'ydi, batafsil hamma ma'lumotini berib chiqdim. Sizlarga lekin narxi bilan maqtanib qo'yaveraman obunachilar. Ko'pchilik qo'yapti aka 31, 3 million qo'yapti. Unaqa narxlar yo'q obunachilar. Mana 2 million 800 mingdan sizlar uchun. Bor aka. Telefon qilsa xayrga o'tasiz. 2 million 800 ming Toshkentga 20 tasi o'g'limga dastavka qilib yetkazib beraman deb turib. O'tasiz yana. Endi bu qo'zini qayda mana qo'zini qayda beradi 28 ga. Siz berasiz, o'tib berasiz. O'tib berasiz. Telefon qilsa o'tib berasiz. O'zim obunachilar o'tib o'taman aka, shayda o'taman 27,5 dan. Bor. 27 dan. Telefon qilib lokasiyadan tashishadi. Aka qo'zi 27,5 dan darama. Ha, telefon qilib lokasiyadan tashishadi bo'ldi 27 dan. 1 jiga olishadi. Aytganingiz bo'lib qolmasin. Bor aka.
2700 mingdan Toshkentgacha Obunachilar tanlab olishga kelishamiz deyishyapti. Mana qo'ylarni bir 700 ko'ringlar. mingdan Toshkentgacha dastlabkasi bor ichida. Bo'lsa bo'ldi. Obunachilar mazaq qo'llab quvatlab turinglar obunachilar. Ko'pchilikka podlisa qilib turinglar obunachilar. Bo'lsa 4 partiya qo'yishdi. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Ko'ryapsizlarmi iltimos. aka? Bu katta kichik emas aka. Qo'y standart qo'y aka. Bo'lsa bitta odam oladi, maza qilib boqib yurgani. Tavsiya qilamiz. Xudolisi ketdik endi ikkinchi partiyalarimiz. Xudo xolasa obunachilar ikkinchi partiyalarimizga navbat yetib keldi. Ikkinchi partiyalarimiz soniga keladigan bo'lsa, soni 23 ta bu yerda. 23 ta. Xudo birinchi partiyalarimizda bu bo'yi teng, chicha badani oraliqlari, ular yemin bayoqroq yeb qo'ygan ekan. Semiz. Ularda ham ko't boshi, hamma taraf oyoq qo'li deysizmi, dumbas deysizmi, kalla boshlab hamma taraf xudo xolasa kelishgan. Bu yerda 20 ta, 21 ta qora kashtanidan bor, 2 donangdan sarig'idan bor ekan. Hammasi bu yerda qo'sh bor. Endi yosh oylikka keladigan bo'lsa, bular 5 oylikka beraveramiz. 5 oylik atrofi. Endi biz ham tug'ilganda piyasda bo'lmaganmiz. Obunachilar o'zlari bularni ham bitta odam olsa, maza qilib boqib yuradi mana. Terilganda ham ko'rib ko'rmagan qo'ydi. Hammasi standart bir xilda qo'yiladi. Katta, kichik orasida 20 ta bo'lsa 10 ta sovliq emas. Hammasi qo'chqor. Og'inga yarasha menga qaratingda, arzon olishadi, anib turibdi. Ko'pchilik mana 10 ta sovliq yo'sa 5 ta sovliq qo'yib qo'yadi. Unaqa emas obunachilar. Olinglar, xudo xolasa maza qilib boqinglar. 23 ta qo'chqorini olinglar. Qo'chqorga pul sananglar lekin uylarga boradi, hammasini ko'rib olinglar. Endi buni obunachilar ko'p kuttiramiz, narxga kelamiz aka. Narxi 2700 mingdan. Bulardan Toshkentgacha dastlabkasi bor. Xohlasa 20 tani qo'shib olsangiz 43 ta bor. Siz hozir karillayapsiz. Bunaqa narx bo'lsa telefonda hozir videoni o'chiramanmi? 43 tasi bo'ladi 27 dan. Mana Robban aka. Obunachilaringizga, obunachilaringizga 2 million 600 ming so'mdan lakasita shisha jo'natib berasiz. Ichidan telefon qilsa kelishasizlar. Endi bitta ikkitaga bo'lakcha bo'ladi aka, lekin 27 dan baland 26 bo'ldi aka. 23 tasini 26 dan lakasita tashlab berishadi. Gapni eshitib turing. Obunachilaringizga O'zimizda obunachilar bor ekan. Mana qarang, men yana bitta martlik qilaman, menga qarating kamerani. Obunachilar like bosamiz, qo'lda berib turaman aka. Buni martlik hech kimda bo'lmaydi aka. Xohlasam uni narigi 27 dan qo'ydim, 43 tasini olsin 26 dan. Bor aka. Shuni qo'shib olsin. Hammasi qo'shib aka. Fayzullodan jahli chiqdi. Bugun jahl shoshilamiz. Narxi olovinglar aka. Xudo xolasa bu ikkinchi partiyalarimiz, qo'zini soni ko'p. Hozir bu ikkinchi partiya, uchinchi partiyalarimizga navbat beramiz. Buni ichidan obunachilar terib olishga lekin kelishamiz obunachilar. Hop, terib olishga ham birovda 2 taga joyi bor, birovda 3 taga sharoiti bor. Unga ham narxini aytib keting. Unga hammi? Mana aka 28 dan bermaydigan qo'zim bor ekan, mana ichidan 5 ta, 4 ta olsa 27 dan olasiz. Bor aka. O'rtasidan bo'lib olsachi? O'rtasidan bo'lib olsam 26 dan ket. Bor aka. 10 ta olsachi? 10 ta olsam, shuni kelishadi aka mana qarab. Mana qo'zini shuni haydashadi. Hop. 20 ketdi. 27 emas aka, 26 dan ket. Bor aka. Hayırga bir nima o'tib berasiz, qiziqadigan yarashiga. Ishingizga kelishadi, hayırga bir o'tib berasiz. Bor aka. Ketdi bugun nima bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa endi 3-chi partiyalarimiz navbatni beraylik aka. Qorong'u ketyapti aka. Illa obunachilar xudo xolasa videomiz Chista kashtan tozasi. Bo'lyapti mana. Toza kashtan deysizmi, toza sarig'idan deysizmi? Xudo xolasa hamma variantidan bor. Aka toza kashtan qanday bo'ladi deyshadi. Ko'p obunachilar o'zimizdan so'raydi-da. Buni aka sheriklari ham bor buni. Buni qarang. Chista kashtan, chista rakita mana. Dumba razinissa deysizmi? Hamma tarafini ko'rsatib chiqaran aka mana qo'yib ko'ryapsizmi? Buni qarang. Tozasini jun aka mana. Mana kashtan aka. Junni olib yetkazolmadik. Xudo xolasa jun olish xizmati hamma narsasini o'tib beraman shu qo'ylarga. Vaqt cho'zilyapti-da, agar ichkarida ilk partiya qo'zimiz bor, telefon qilsa ularni hammasini videolar tashlab beraveramiz aka. Qo'yda hammasini ko'rsating aka. Bu yerda soni 15 ta aka. Yosh oylikka keladigan bo'lsa, qo'ylar bilan 4 oylik orasida. Xudo xolasa bu qo'yda kimga tavsiya qilamiz aka? Ishq ovoziga tavsiya qilamiz. Ko'ryapsizmi aka? O ko'kini ham shu badinni qilish Toshkentlik hoji tog'alarimiz bor-da. To'xta-to'g'ri, Toshkentlik hoji bo'lag'i mana buni ko'k deysizmi mana. Bu kallat ko'ryapsizmi aka? Ot misoli aka bu. Qulog'i ham butun aka janob. Aybi juni olinmagan. Bor aka. Bular yosh oilaga.
Bular yosh oylik, 3 oylik atrof aka. 3 oylik bilan 4 oylik orasida bo'lsa kerak. Bizga ham aka cho'pon shunday deb bergan. Qo'chqora hammasi. Aka, buni ichida bir dona sovlig'i bor aka. Bir dona. Sariqlardan bittasi sovlig'i aka. Endi Fayzulla uzul kesil ana bo'lyapti-da. Deydi vaqtni ko'paytirib, boshqa qilish kerak yo'q-da. Gap narxida. Gap narxida aka, mana telefon qilsa yana 2 partiya olinadi. 50 ta qo'yib turibdi aka, uni video tashlab beraman. Siz bu yog'ini gap narxida. Narxim aka? 2.600 mingdan bersin, Toshkentga dastavkasini qilib 3 yetkazib. milliondan qo'yaver. Ha, 2.600 Aka, million. o'zimizda obunachilar yo'lida qo'yiladi aka. Ishaning boshqa blogga O'zingizga o'xshab so'rang. Baland qo'yiladi. O'zingizga o'xshab ayting. 2,5 milliondan olgandim. Chiroyli baraka topsin aka. 2,5 million so'mdan kim beradigan bo'lsa o'zim olaman aka. Bo'ldi, donaga ham 2,5 milliondan. Donaga ham 2,5 milliondan. 26-20 tadan bermaydigan qo'zlar bor aka. Donaga ham 2,5 milliondan. 5 ta olishsin, ham yo'qsa bo'ldi. 8 ta olishsin. O'rtasidan bo'lib olsa 2,5 milliondan ketdi men. Bir aka. Bo'ldi, 4 ta olishadi 2,5 milliondan bor aka. Obunachilarga bor aka. Ketdi bugun nima bo'lsa bo'ldi mana. Terilganni ham ko'rsatib qo'ying aka. Bu katta kichik emas aka. 2,5 milliondan aka buni Toshkentgacha dastavkasini qilib yetkazib beraman aka. Hozir kanalimizda yangilar podpiskani bosib, ko'p birodarlarga podpiskaga uzatib turinglar. Like deb bosamiz. Kommentariyaga chiroyli o'z fikrlaringizni bildirib qo'yishlaringizni so'raymiz obunachilar. Boş qolgan ham